Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeoning Hudson institutida so'zlagan nutqi. Tarjima qilguvchi Uyg'ur fidoi tarjimonlar guruhidan Bilmascan. 30 oktyabr Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo konservativ aqllar ambiri Nyu-York Hudson institutida nutq so'zladi. U Amerikaning burun Xitoy Kommunist partiyasi rejimi ostidagi Xitoy davlatining demokratik davlatga o'zgarishini, shu orqali har jihatdan Xitoyga yo'l qo'yishni umid qilib kelganligini, ammo Xitoy kommunistlari Amerikaning qimmat qarshiga dushmanlik bilan qarab kelganligini tushunib yetganligini o'ttirg'a qo'ydi. U yana Xitoy hokimiyatining dunyoga yetakchilik qilish huquqini ko'zlayotganligini, shu sababdan butun dunyo ko'p sohalardan, masalan, savdo, kishilik huquq, Janubiy dengiz egilik huquqi qatorliq sohalardan Xitoyga ro'baro qarish turish lozimligini so'zlab o'tdi. U Xitoy kommunistlari har xil usullar orqali Amerikaga va butun dunyoga raqobat e'lon qildi. Biz hammamiz bu raqobatlarga yuzlanishimiz kerak dedi. Pompeo yana aniq qilib, Xitoy Kommunist partiyasi bilan Xitoy xalqi hukumini ayirib, Amerika azaldan Xitoy xalqi bilan bo'lgan do'stlikni qadrlaydi. Biroq Xitoy kommunist hukumatı bilan Xitoy xalqi bir gap emas dedi. Tuvandikisi Amerikaning Xitoyda turishliq bosh elchixonasi chiqargan Pompeoning nutqining to'liq tekst tarjimasi. Ko'pchilikning bunchalik qizg'inligiga va do'stonligiga rahmat. Mening doim umid qilganim, men so'zlab bo'lgandan keyingi olqish sadosi, kulgi ovozi. Chunki shu chaqdala ifodamning yaxshi bo'lmaganligini bilalayman. Robert, siz Kengash palatasining saylam raqobati va kitob chiqarish haqida so'zladingiz. Men shuni kesib ayta olaymanki, agar mushu ahvollarni men so'zlasam, har ikkilisi kechirgusiz jinoyatga yetadi. Shunga men bugun bu ikki ish to'g'risida hech nima demayman. Robertning go'zal so'zlar bilan muqaddim boshlab berganligiga rahmat. Hurmatli mehmonlar, xonimlar, apandilar. Bu go'zal kechani ko'pchilik bilan birga o'tkazganimdan intayin xushalman. Doktor Kissinger va Xanik Grinberg Sterin va uning qizi bilan bir yerda bo'lganimdan cheksiz sharaf his qilyapman. Ular hammasi Amerika uchun tuhfalarni qo'shgan munavvar zotlar. Sizlarning alohida xizmat ko'rsatganinglar uchun ko'p rahmat aytaman. Doktor Kissinger bilan tanishish men uchun katta sharaf. U hozir 90 necha yoshga kirdi. Tashqi ishlar ministri Shultizmo 90 necha yoshga kirdi. Mening ularga yetishib olishimga yana nurg'un yillar bor. Sizlarning mo'shinchilik uzun umr ko'rishinglar cho'qim tumanliq jilg'a bilan munosabatlik. Tumanliq jilg'a bo'lsa Amerika davlat ishlar idorasining chaqchaq nomi. Tarjimondan. Men yana keyin va naq maydondagi mudiriyat a'zolarining menga davomli ko'ngil bo'lganligiga rahmat aytaman. Sizlarning saxiyliklaringizga va bugun kech bergan bu mukofotinglarga o'zimni munosib emasdek his qilaman. O'g'lim menga nurg'un ishlarimning meni yerga qartadiganligini doim eskartib turdi. Amaliyotda men uningga bu ishni aytgan edim. U to'rga chiqib burun mukofotga erishgan barliq odamlarni tekshirib chiqibdi. U mukofot tarqatgan o'rinni odamni xato turib qoldimi deb gumon qilib qopti. U yana safar jarayonida mening holimdan xabar oladigan atrofga bir parcha xat avatibdi. U xat hamma yerga pur ketdi. U xatda dadam bugun aeroplandan tushganda chala o'likdakla bo'lib ko'rindi. Birarsanglar uningga girim qilib qo'ysanglar-chu debdi. Shu chaqda men Iroqdagi bir yerda edim. Sahar soat 3 bo'lgan mezgilda. Mening bir necha minut vaqt chiqarib qalbimni uzundan beri chirmib olgan bir ishni eslab o'tgan bor. Men 2017 yanvarda Prezident Trump xizmatga tushib bir necha soat bo'lganda darhol qasam berib, Amerika Markaziy axborot idorasi CIAning boshliqlik vazifasini ustimga elishni umid qilgan edim. Kengash palata a'zosi Bidenning xizmatga tushish vaqtiga nisbatan boshqacha o'yi bor ekan. Shunga mening ishim juma kuniga kechiktirilgan edi. Ammo shu chaqda men prezidentni shanba tushdan burun Markaziy axborot idorasining Langlidagi bosh shtabiga berishga taklif qilib qo'ygan edim. Shu kuni men naq maydonga borgan vaqtda, ham shundaqla shu kuni prezident naq maydonga borgan vaqtda men yanala Kansas shtati 4-saylam rayonidagi dushanba kunigacha 51 dona e'tirof qilish biletiga erishishni umid qilayotgan federatsiyalik avom palata a'zosi edim. Mening bu ishni deyishimning sababi men prezident Trumpning yuksak darajada diqqat qilgan masalasini menga unutmayman. U qasam berib xizmatiga tushib, 24 soatga yetmagan vaqt ichida men va Markaziy axborot idorasining terrorlikqa qarshi turish yuqori darajalik atriti bilan suhbatlashdi. U 3 ishni o'tirib qo'ydi. U men sizlarning xizmatingizga zarur bo'lgan barliq narsalar bilan ta'minlayman. Men sizlarni Amerikaning bexatar ish bajarishni kepillikka ega qilish uchun shug'ullanayotgan xizmatingizga ehtiyojli bo'lgan hamma huquq bilan ta'minlayman. Men bizning xalifalikni vayron qilishimizga kafolatlik qila olishimni umid qilaman. Men Daeshning yetakchisini tutib olishimizni umid qilaman dedi. Biz buning uchun 2,5 yil tirishchilik ko'rsatdik.
Bu bir intayin munavvar atrat bo'lib, burun qilgan xizmatlar orqali Amerika davlat mudofaasi uchun zo'r tuhfalarni qo'shgan. Prezident bu jihatdagi xizmatlarga yetakchilik qildi. U azaldan bo'shib qolmadi. U men shug'ullanayotgan hamma xizmatlarni mendan keyin vazifa o'tagan Xaspil davlat mudofaa ministrligi va boshqa barliq atratlarning xizmatlarini qo'lladi. Eng oxirida Bag'dodiy qonun to'ridan qochib qutulolmadi. Men hammanglarning shuni bilishinglarni umid qilamanki, sizlar harbiy forma kiyib olgan odamni yoki biror axborot xodimini uchraqinglarda tunmasliklaringiz mumkin. Ularning orasidagi ba'zilari bugun kech bu yerda bor. Lekin sizlar tunmaysizlar. Ularga minnatdorliginglarni bildirishinglarni umid qilaman. Chunki ular intayin muhim bo'lgan qaltis tuhfalarni qo'shdi. Yana qilishga tegishli nurg'un xizmatlar turibdi. Radikal islomizmning paydo qilgan tahdidi tahi yo'qmidi. Biroq bizning tamomlagan xizmatlarimiz Amerika Qo'shma Shtatlarining qaltisligini, xosligini hamda burun tilga olib o'tgan afzallik darajasini namoyon qildi. Meningcha, o'tmishda besib o'tgan tariximizni astoydillik bilan eslab o'tishimiz lozim. Yarim asrning oldida bu institut, ya'ni Hudson institutini qurg'uvchilar institut qoida nizomlarini bekitganda kelgusi to'g'risida odatdan tashqari mulohazalarni olib borgan. Prezident Trump meni tashqi ishlar ministri qilib vazifaga tayinlaganda, men bir markaziy axborot idorasining boshlig'i bo'lish sifatim bilan albatta ba'zi bir xizmatlarga nisbatan odatdan tashqari mulohaza qiladigan odam edim. Kim meni Janubiy Kaliforniyada cho'ng bo'lgan bu balini bundoq alohida sharafga erishadi deb o'ylagan? U kelgusidagi manfaat uchun Amerika Qo'shma Shtatlari erishgan ulug' va yuksak natijalarni qo'g'dash uchun bu jihatdagi xizmatlarni qilishdanmi muhim bo'lgan hech qanday vazifa yo'qligini biladi. Buni Xermanmi biladi. Shu sababdan men savollarga javob berishdan burun ba'zi masalalarni nuqtaliq ta'kidlab o'tmoqchiman. Trump hukumatı elib berayotgan xizmatlar o'tganki hukumatlarning xizmatiga o'xshamaydi. Men buning ichidagi yadroliq masalalarni asosli qilib so'zlamoqchi. Bu hargizmi siyosat bilan chetilmaydi. Biz davrning talbiga moslashib Xitoy Xalq Jumhuriyatining raqobatini kutib oldik. Bizning Xitoy xalqi bilan izchil saqlanib kelgan do'stlik an'anamiz bor. Buni bugunmi mushundaq davomlashtiryapmiz. Amerikada Xitoy amerikaliklar jamoati bor. Biz bu jamoatni yaxshi ko'ramiz va qadrlaymiz. Men savdo sanoat sohasidan va shaxsiy aloqam orqali ular to'g'risida ma'lum tushunchalarga ega bo'ldim. Men yana ularning orasidagi nurg'un odamni taniyman. Biroq men shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki, bugungi Xitoy kommunist hukumatı bilan Xitoy xalqi o'xshash emas. Ular har xil usullarni qo'llanib Amerikaga ham shundaqla butun dunyoga raqobat shakllantiryapti. Biz hammamiz tirishchilik ko'rsatib, Xitoy Xalq Jumhuriyatidan kelgan har taraflama raqobatlarga o'rtaq taqobil turishimiz lozim. Albatta, nurg'un fursatlarimiz mavjud. Biroq bu ikki xil tuzilma orasidagi tub farq va uning ta'siriga, yana bu ikki xil tuzilma olib kelgan ta'sir va ular orasidagi farqning Amerika davlat bexatarligiga bo'lgan ta'siriga e'tiborsiz qarash reallikqa uyg'un emas. Bu albatta bir xil o'zgarish. Buni bir xil normalsizlik deb qarashga bo'ladi. Sizlarning bu 20 necha yil jarayonida rahbarlardan anglaganinglar bu emas. Ochiq qilib aytganda, biz Xitoy tahdidini uning Amerika davlat bexatarligiga olib kelgan tahdidini bilishga oldirmadik. Chunki biz boshlanishida Xitoy Xalq Jumhuriyati bilan do'stlik o'rnatishni umid qildik. Chunki biz Amerikalik bo'lish sifatimiz bilan doim do'stlikni umid qilib keldik. Biroq gapning postkalasini deganda bu nishonga yetish uchun tirishchilik ko'rsatish jarayonida necha 10 yildan buyon Xitoyning qad ko'tarish uchun madad berdik va yordam qildik. Gerçi bu xil qad ko'tarish Amerikaning qimmat qarashini, G'arbning demokratiyasini hamda bexatarlik va eng aqalli savodlarni qurbon qilish badliga kelgan bo'lsa-mu, biz uzun muddatli do'stimiz Tayvan bilan bo'lgan munosabatimizning darajasini tuvallatib, Tayvan masalasini tinchlik bilan hal qilishni shart qilib turib, Beijing bilan bo'lgan munosabatimizni normallashtirdik. To'qinish yuz berganda, hatto Tiananmen cho'ng qirg'inchiligi va boshqa kishilik huquq dafsandachiliklari yuz bergandan keyinmi, u tarafdagi kishilik huquq masalalari va Amerikaning qimmat qarashlarini bevosita o'tirib qo'yishdan o'zimizni haddidan ziyoda qochirdik. Ideologiyalik farqlarga sal qardik. Biz Xitoyni bozor islohoti olib berish va qoida nizomlarga bo'ysunish va'dasiga amal qilish sharti ostida Dunyo savdo tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlarning a'zosi bo'lishga rag'batlantirdik. Ammo Xitoy intayin ko'p qatim va'dasida turmadi. Xitoy, Vyetnam, Filippin qatorliq qo'shni davlatlarga tahdid paydo qilib, butkul Janubiy Xitoy dengiziga bo'lgan egilik huquqining borlig'ini davron qilgandimi, biz ikkilandik va qilishga tegishli ishlarni asosan qilmadik. Ochiq aytganda, biz kommunist Xitoyning teg'imi erkinlashishining, bozorni teg'imi yetakchi o'ringa qo'yishining umidida, eng oxirida teg'imi demokratlashishiga bo'lgan intizorligimiz bilan Xitoyning qad ko'tarish uchun intayin ko'p kuch chiqardik.
Biz buni nihoyatda uzun davomlashtirdik. Bizning mushundaq siyosatlarni qo'llanishimizning yana bir sababi bo'lsa, biz Xitoyning qanday rivojlanib borganligini tunib yetmadik. Ochiq gapni aytganda, Amerika xalqi umumiy vaziyatni ko'rib yetmagan edi. Men savdo sohasidagi ko'plagan liderlar bilan so'zlashib baqdim. Xitoyga zo'r miqdorda mablag' solgan Amerika shirkatlari Xitoyning qoida tuzumlarini majburiy qabul qilgan bo'lib, bu Xitoy Kommunist partiyasi talash tartib paydo qiladi deb qaragan har qanday mazmunni o'z ichiga oladi. Beyjingning o'z gibida cho'ng turadigan johilligi Amerikada bir doimiy Xitoy vazxonlik atirtini paydo qildi. Ularning asosli xizmati bo'lsa, Xitoy rahbarlari bilan yaqinlashadigan va savdo sheriklari bilan aloqalashadigan munosabat qonunli zanjirini bozorga solishdir. Aniq qilib aytganda, har qatim talash-tartib paydo bo'lganda yoki munosabat jiddiylashganda, bizning ko'plagan ziyolilarimiz Amerika Xitoy Kommunist partiyasining asli mohiyatini burmalayotdi deb qarab keldi. Şunun bilan bir vaqtda Beijing bizning diplomatlarimizning, axborotchilarimizning va akademiklerimizning Xitoy cho'ng quruqligida sayohat qilgan chaqdagi ziyorat qilish fursatlarini kontrol qildi va chekladi. Ular hozirmi mushundaq qilyotdi. Agar sizlar bu yerdagi farqni ko'ra olsanglar, agar sizlar Xitoy diplomatlari bilan Amerika diplomatlarining qanday o'xshamagan muomalalarga uchrayotganligiga va ular erishgan farqli ziyorat qilish fursatlariga diqqat qilsanglar, Amerikaning qimmat qarashi bilan zid bo'lgan ahvollarni bayqaysizlar. Xitoyning davlat egiligidagi medialar va hukumat bayonotchilari Amerikaning maqsadi va siyosiy nishoniga bo'hton qilish orqali bu xil farqlarning o'rnini to'ldirdi. Ular Amerikaliklarning Xitoy Xalq Jumhuriyatiga bo'lgan ko'z qarashlari va bosh sekretar Shiga bo'lgan baholarini burmalaydi. Bu xil nachar oqibatlarni oldin faraz qilish butunlay mumkin edi. Bu barobarlikka, qonun bilan idora qilishga, o'zaro manfaat yetkazishga hurmat qilmaydigan, yusrin harakat qiladigan hukumat bilan aloqa o'rnatganning muqarrar natijasidir. Bugun biz Xitoy Kompartiyasining Amerikaga va bizning qimmat qarashlarimizga dushmanlik qilish darajasini, qabih so'z va harakatlarini hamda buning bizga olib kelgan ta'sirini haqiqiy tunib yetdik. Prezident Trampning boshchiligida biz moshinchilik qila oldik. Prezident xizmatga chiqqan birinchi kunida bu masalalarni, bu ogohlantirishlarni o'tirib qo'ydi. Esimda qilishcha, bu Pensilvaniya shtatida qilgan bir qatimliq nutqida Xitoyning Dunyo savdo tashkilotiga a'zo bo'lishini tarixdagi eng chong o'g'irlik delosi deb atadi. Shu chaqda nurg'un odam kulib ketgan edi. Shulardan bugungi amaliyotni ko'rayotganlarning zo'r ko'pchiligi endi ko'rilmaydi. Biz Xitoyning bilim mulk huquqlarini zo'r miqdorda o'g'irlash orqali Amerikaning yasash kasbini ojizlashtirayotganligini hozir bilamiz. Oldingi hafta ishxonamda 500 kuchli korxonalar ishidagi bir turkum ijroiya amaldorlari bilan ko'rishdim. Ularning kechirmishlari odamni cho'chitdi. Biz yana bilamizki, Xitoy bizning shirkatlarimizni Xitoy bozorlarida davomli turish uchun o'z-o'zini tekshirishga majburlab, Amerikaliklarning erkinligiga tahdid solyapti. Biz hammamiz Nibaning yaqinda yuz bergan ishini bilamiz. Asli Beyjingda ijtimoiy aloqa harakatlari erkin olib berilishi kerak. Ular egilik huquqiga ega davlat. Biroq agar bizning o'xshamagan qarashlarimiz bo'lsa, shirkatlarimiz bu o'xshamagan qarashlarni saqlab qolishga ruxsat qiladi. O'xshamagan fikrlarni bostirishni qat'iy qabul qilgan bo'lmaydi. Biz yana bilamizki, Xitoy simmetrik bo'lmagan qurollarni taraqqiy qildirib, Amerikaning davlat bexatarligiga va strategik mol-mulkiga tahdid paydo solyapti. Yana nurg'un misollarni keltirgil bo'ladi. Bular bizning masalalarimiz bo'lib qolmasdan, biz bilan o'xshash qimmat qarashga ega barliq davlatlarning masalasidir. Beijing boshqalarni tahdid ostiga olishni o'zining afzallikka ega davlat vositasi qilgan vaqtda bizga o'xshash demokratiyaga va egilik huquqiga ishonishni asosiy qoida qilgan ham shu orqali dunyo savdo ishlariga va davlat orasidagi munosabatlarga yetakchilik qilayotgan bir davlatga nisbatan foydasiz ekanligini ko'rib yetdik. Bu ideyalar Janubiy Xitoy dengizi va Tayvan bo'g'ozi qatorliq joylarga qonuniy tartibning sirtida zimin va dengiz usti egilik huquqi kengaymachilik qilish vositalari orqali erkin va echivitilgan xalqaro tartibga tahdid paydo qildi. Biz yana shuni bildikki, Beijing qo'shni davlatlari va boshqa davlatlarning o'zining davlat yetakchiligidagi iqtisodiy modelining ichiga so'rab kirib, pari berish orqali savdolashib, ko'plagan davlatlarni intayin ko'p qarzga bo'g'ib qo'ydi. Iqtidordan ayirib, egilik huquqini xatarga uchratdi. Biz yana bilamizki va ko'rib turyapmizki, Xitoy hukumatı o'z davlatining fuqarolarining bu ulug' oliyjanob Xitoy xalqining eng asosli kishilik huquqlarini dafsana qilyapti. Biz o'zlarining kapolati va va'dasini amalga oshirmoqchi bo'lgan Hong Kongda bu nuqtani ko'rib yetdik. Biz yana Xinjiangdagi asonliq millatlarning kishilik huquqining ig'ir darajada tajovuz qilinayotganligidan bu nuqtani ko'rib yetdik. Biz yana shuni bildikki, Xitoy Kommunist partiyasi o'z xalqiga va butkul dunyoga bir xil butunlay o'xshash bo'lmagan idora qilish modeli yurgizyapti. Bu xil modelda bir leninistik partiya hukmronlik qiladi.
Hamma odam kommunist partiyaning xohishi bilan tafakkur qiladi va ish qiladi. Men umid qilgan kelgusi bu emas. Meningcha bu ham mushu yerda o'ltirgan hech qaysinglar arzu qilgan kelgusi emas. Bu boshqa demokratik davlatlar umid qilgan kelgusi emas. Erkinlikni suydigan Xitoy xalqi hech qanday yerda bundaq modelning bo'lishini umid qilmaydi. Prezident Trumpning davlat bexatarlik strategiyasi bu nuqtani bayon qilgan bo'lib, Xitoyni strategik raqobati deb ko'rsatgan. Bu deganlik ko'pligan raqobatlar va ko'pligan amaliy fursatlarning borligini bildirdi. Biz ham ular bilan ijobiy usulda uchrashishni, aralashishni umid qilgan edik. Biroq bu amaliyat, bu haqiqat. Shuningdek, biz bu masalalarning ba'zilarini tanlamadik. Xitoy o masalalarni bizga majburiy tangdi. Bundan keyingi bir qancha oyda men bir qator nutqlarni so'zlayman. Men bu nutqlarimda har bir masalani konkret tilga olib o'taman. Men o'zaro raqobatning ideologiyasi, qimmat qarashlar va ularning Amerikaga ham shundaqla butun dunyoga bo'lgan ta'sirini o'ttirib qo'yman. Xitoy Kommunistik partiyasi bo'lsa, kurash va xalqaro hukmronlikni alohida ta'kidlaydigan Marksizm, Leninizm partiyasidir. Biz faqat ularning rahbarlarining gapini anglab qo'ysak bo'ldi. Men yana ularning bizning Amerikada eng haqli bo'lgan ishlarimizga qanday mudohala qilganligini so'zlab o'taman. Bu partiyaning axborot qurilmasi, birlik sab xizmat guruhi va tashviqot tarmoqlari jamoat fikrini yetaklab, Beijingga yuzlangan yer shari xarakterli harakatini allaqachon boshlab bo'ldi. Biz o'z erkinligimizni, ya'ni so'zlash erkinligimizni qo'g'daymiz. Hamda uchurlarning hamma yerda erkin eqib yurishiga kafolatlik qilamiz. Men yana xalqaro tartiblar uchirgan ta'sirini o'ttirib qo'yman. Beijing nihoyat tashabbuskorlik bilan o'zining xalqaro boshlig'ini shakllantiryapti. Shundaqla u xalqaro tashkilotlarga qatnashish orqali o'zining mustabid tuzilmasining mavjudligini saqlayapti va uni kengaytiryapti. Shuning bilan birga, meningcha Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan biz ham shu jumladan Hudson institutiga tava bo'lgan ilg'or zotlar Amerika Qo'shma Shtatlarining qurilishi va davomlashishiga yordam tegayotgan bu mavjud bo'lgan erkinlikni va xalqaro tartibni qo'llashni xohlaymiz. Men yana iqtisodni tilga olaman. Xitoy adil bo'lmagan talon-taroj qilish xarakterlik iqtisodiy harakatlar bilan shug'ullandi. Hamda davlat mulki orqali dunyoning har qaysi joylarida iqtisodiy izlarini qoldirdi. Biz Xitoyning g'alaba qilishini umid qilamiz. Biz uning bir g'alaba qilgan iqtisodining bo'lishini umid qilamiz. Biz aniq raqobatlik, bozorni qo'zg'atishchanlikqa ega, hamma qatnashuvchilarga foyda yetkazadigan bir sistemaning bo'lishini umid qilamiz. Sizlar bizning tasdiqlanishga oz qolgan birinchi bosqichdagi kelishimdan buning uchun bosgan birinchi qadamimizni ko'ra olasizlar. Men bizning buni qila olganligimizdan xursandlik his qilaman. Bu bir yaxshi ish bo'lib, o'rtoq tirishchanligimizning bir natijasi. Biz o'zimizning qilayotganligimizning to'g'ri bo'lishiga kafolatlik qila olishimizni umid qilamiz. Biz yana iqtisodiy munosabatlarning oramizda adil, barobar va tangpon bo'lishiga kafolatlik qila olishimizni umid qilamiz. Meningcha bu bizning o'rtoqligimizning mavjudligini, shundaqla Trump hukumatining har qanday jafoga chidab, qobiliyati yetgan har qanday o'rinda bu o'rtoqlikni tepib chiqaradiganligini ko'rsatib berdi. Men yana harbiy qismlarimizning qanday raqobatlashganligini hamda Xitoyning qurib chiqqanlarining o'zlarini qo'g'dash ehtiyojidan allaqachon eshib ketganligini so'zlash fursatiga ega bo'laman. Amerika va Xitoy munosabatining kelgusi bir necha yildan 10 necha yilgacha bo'lgan vaqtda qanday bo'lganligi to'g'risida har xil mulohazalar, ko'plagan aqllar ambiri mulohazalari. Amerika va Xitoy munosabatining kelgusi bir necha yildan 10 necha yilgacha bo'lgan vaqtda qanday bo'lganligi to'g'risida har xil mulohazalar, ko'plagan aqllar ambiri mulohazalari, ko'plagan akademik mulohazalar mavjud. Men Amerikaning nimani umid qilganini aniq sharhlab beraman. Biz Xitoy Xalq Jumhuriyati bilan qarshilashishni umid qilmaymiz. Amaliyotda bizning umid qilganimiz dal aksicha. Biz o'z xalqi bilan va qo'shni davlatlar bilan tinch birga o'talaydigan bir gullangan Xitoyni ko'rishni xohlaymiz. Biz savdo sanoat korxonalari biz biladigan, tushunadigan bir qator adil, barobar tartib tuzumlar orqali dunyodagi boshqa davlatlar bilan savdo aloqada bo'la oladigan bayoshat Xitoyni ko'rishni xohlaymiz. Biz xalqi aql parastini to'liq joriy qildirishga ruxsat qilingan bir erkinlashtirilgan Xitoyni ko'rishni umid qilamiz. Shundaqla biz yana xalqning davlat asosiy qonunida kepillikka ega qilingan asosiy kishilik huquqiga hurmat qiladigan Xitoyni ko'rishni umid qilamiz. Shundaqla biz yana xalqning davlat asosiy qonunida kepillikka ega qilingan asosiy kishilik huquqiga hurmat qiladigan Xitoyni ko'rishni umid qilamiz. Lekin eng muhim bo'lgani Amerikalik bo'lish sifatimiz bilan intayin muhim bo'lgani bizning Xitoy bilan aloqalashishimiz bizning umid qilgan ahvolimizga asosan emas, balki amaliy ahvolga asosan bo'ladi. Herman Kan buni burun bizning samimizga solgan.
u burun bizni odatdan tashqari usul bilan o'ylanib qoyil qilish kuchi bo'lgan siyosiy dalillarni tepib chiqishimizni hamda boshdan oxiri birdaklik bilan Amerika xalqiga bu dalillarni tushuntirishimizni da'vat qilib keldi. Biz cho'qim butunlay yangicha bo'lgan odatdan tashqari tafakkur usuli bilan Xitoy Xalq Jumhuriyatini tafakkur qilishimiz lozim. Men hammanglarning men bilan birga mushunday qilishinglarni umid qilaman. Biz birlikda o'g'nimiz hamda biz bu ikki davlat orasida bir xil kuchlik munosabatni taraqqiy qildiramiz. Men mushu yergacha so'zlay. Hozir savollaringizga javob beray. Ko'pchilikka rahmat. Tangri sizlarni aman qilsin.